Assalamu alaykum qarindoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 39 soniga xush keldinglar. Bugun biz sobiq Cumhuriyet Reisimiz G'ulom Osmon efendimni bu programmamizga iftixor bilan taklif qilish sharafiga erishdik. Programmamizga xush keldingiz G'ulom Osmon efendim. Hoş bulduk. Aleyküm assalam. Bugün biz mustaqillik ko'rishimizdagi fursat va xiris degan tema ustida G'ulom Osmon efendim bilan suhbat olib boramiz. Bu suhbatni oldi bilan bundaq oddiy bir she'r bilan boshlaydi. Samimiylik. Samimiylik u bir yig'iz so'z. O'xshaydi toshni yerib chiqqan gulga. Purg'i, lazzati, go'zalligi bir umr ko'ngilni qiladi xushbo'y. İçilişi tez bo'lsin-mu garchi. O'ziga samimiy bo'lish to'liq mushkul ishdir. G'ulom Osmon efendimning hayotida qaraydigan bo'lsak, 10 necha yoshlik o'smir vaqtidan tortib toki hozirgacha o'zi niyat qilgan, aqida qilgan ishni, ya'ni vatani uchun xizmat qilishni to'xtatib boqmadi. Bu insonning o'ziga qilgan eng chong samimiyatidir. Bu vatan qandaqdir she'r dostondagi dabdabalik vatan bo'lmasdan balki butun hayot badaliga to'xtaydigan vatandir. G'ulom Osmon efendimning vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqillik uchun berib kelayotgan badallari va qilib kelayotgan xizmatlarga hammamiz shohid. Xayr G'ulom Osmon aka, siz orliqdan azroq o'qidingiz. Bir mezgil to'rga chiqmadingiz, jamoat orasida har xil g'ulg'ula bo'ldi. Bu sizningki da'vo ishlaringizdan suslig'iningizmi? To'g'ri, har xil g'ulg'ula bo'pti. Ülep ketganligimmi deyilibdi. Balkim bir munchalar xo'sh bo'lgandi. Bir xalq naqshi bo'ladigan-ku. Men ölüp tuproqda yotsam kim meni yod eylesin. Dostlarım g'amkin bo'lib, dushmanlarim shod eylesin deydi. Shuningdek, dushmanlar to'liq ishonadigan bo'lsa, shu ülep ketganligimga. Elbette sana selip tenteni qilgan bo'ladi. Mening yo'qolib ketishim uzoqqa ishlashga ketib qoldim. Endi boshqa kompyuter, boshqa IP adresi bilan hisoblarga kirgili olmay dunyodan xabarsiz qilib ketdim o'zimni. Belki buningdimi Allohning bir hikmati bo'lishi kerak. Endi siyosiy da'vodan suslash deb qarash albatta xato bo'ladi. Yani bu yo'lda yarım asrdan ko'proq yurib, bugunga kelganda suslab ketishim mumkin emas. Eng muhimi, men siyosiy g'oyani ma'lum natijalarni shart qilish emas, hech qanday shartga bog'lanmagan holda minilgan bir insonman. Yani bu bir arzumiz meselesidir. Şuna g'alaba qila olamdik, natija chiqandi yo'q. Bular hech xayolimga kelmaydi mening. Qat'iy nazarimdan. Bu yo'lda menish kerak. Çünkü bu arzumiz meselesi. Bir arzumiz meselesinde onun neticesi sürüştü kılınmaydı. Ben ilgili bir videoda dedim, bazılar sual sorğanmının bu şekilde. G'alaba qilish ihtimolligimiz qanchalik? İşençiniz bormi deydi. Bu bir ma'tu savollar bu. Mesela bizning bir mahbubimizga deylik, ayollar bu nuqtada nima Uyg'urlar sezgur keladi-ku. Xotini söygüni to'g'risida. Agar mushundaq bir söygen, o'zimiz söygen birisiga bir kuchtungur zo'rlik qilayotgan bo'lsa, qanday qilamiz biz? Nima qilamiz shu vaqtda? Baribir kuchim yetmaydi.
Bari işini kılamayla. Nima PlayStation'dan bu? Demeyimiz. Çünkü o arınımız meselesi olganlık için küçümüzün yetediğen yetmeydiğanlık oylaşılmaydı. Onu yüzümüzden atımız. Doğru. Öyle bizni öldürüp bitiş gerek. Onun yağı neymiş kıysa o başka gel. Biz hayat durup, biz uçuk durup, bunun yol koyamayız. Şular da Doğru. vatanımı biz köp çağılda anamız koştu. Avazınız yo'qolib ketdi G'ulomka. To'g'ri masalasimi G'ulomkaning ovozi? Onda olgandan keyin agar o bizning so'ygunimiz bo'lsa, o bizning anamız bo'lsa, bu uchrayotgan zo'rliqqa biz o'zimizning kuchimiz va dushmanning kuchini selishtirib va natija chiqamdi chiqmamdi uni o'ylab o'tirdik ashma bu. Qat'iy nazar. Biz o'zimizni atamiz, qo'limizdan kelganini qilamiz va cho'qim uni bijerini tishlab olamiz, ta'minlab olamiz, nima qilsak qilamiz, bunga yo'l qo'ymaydiganligimizni ifodalaymiz va shu yo'lda yuramiz. Vatan deganning ishi bu. Shunlashqa mening bu masalaga qarashim boshdan oxir natijani shart qilmaydi. Men o'zimga tushgan bu arınımız meselesideki mas'uliyetimni ado qilsam bo'ldi. Natijani ko'ra olsam, ko'rolmasam qat'iy nazar. O shart emas. Rahmat. Endi bu ishlar shunday hamda ya'ni o'lishga bo'ladi. Chekinishga, to'xtashga bo'lmaydigan bir ish. Endi mening tashabbusim, tunishim shunday bo'lg'achqa, mening bu yo'lda yurishim hargizmi boshqalar o'ylagandek emas. Men ko'rinmasam da'voda ustilganlikdan deb tushunish o'rniga buni salomatlik, energiya bo'libmi aql saqligi bilan munosabatlashib ta'bir bersanglar bundan keyin ham to'g'ri bo'ldi. Tabiiy holda ko'rinmaslikim mumkin mening bundan keyingi hayotimda hamda qaragandan keyin ko'rinmaslikim mumkin, az ko'rinishim mumkin. Unda bo'lgandan keyin buni qaraliqdagi kuchsizlik tufayli deb tushunish boshqa chog'dagidek undan nurg'un ishga yetishmaslikim mumkin. Endi bo'libmi aqliy tangqonliq yo'qolishga boshlagan vaqtida o'tirdi ko'rinish foydasidan ziyna to'la bir ish bo'ladi. Qalaymagan so'zlar qo'yish, yerim asirlik aqidaga muxolif so'zlarni qilish degandek, endi burunqidek ko'rinmaslikim ras. Ko'rinmayman de inshaalloh. Başka işlerimmi yeterlik. Ama bu ko'rinmaslik bilanlar da'vodan ushlaganlik olmaydi. Rahmat. Sizga shunday yo'lni tanlabsiz, ammo sizning ko'ringaningizning foydasi ko'rinmaganingizdan ko'p bo'ladi asli. Xayr. Bizningki hamkorlik munbirimiz qurildi. Oldimizda bu hamkorlikning kuchini ko'rsatish xalqimiz tomonidan taqozolik bilan kutilmoqda. Sizce qanday bir harakat bu hamkorlikning kuchini namoyon qila oladigandir? Sizce oldimizdagi 5-iyul namoyishi bunaqa bir fursatmi? To'g'ri, men mustaqillik tarafdori tashkilotlarning birlikda bir munbar qo'zg'alligidan xabar topib xursand bo'ldim. Shunisi hammasimi emas, bir qismi ekan.
Yana da boludu. Bu bir ilgirleş. Burullarda bunda bir yer gelişme tasavvur kılınmaydı. Bu minber halkımızga ümit yurish çokum. Maqsad o'xshash ekanligi rost bo'lsa, buni har fursatda harakatni ko'rsatish kerak. Deganimizdek 5-yo'lda bu birliktelikning tunji ifodasi ko'rilsa ekan deymiz. Buning o'xshash sonsiz fursatlarda birliktelikni amaliy harakatda ko'rsatish kerak. Talashayotgan nima bor? Buni aql bilan o'ylamoq lozim. Talashayotgan zaten nima bor? Agar oxirgi maqsad o'xshash deyilgan taqdirda o kadar büyük bir maqsadning oldida talashadigan nima bor? O halda buni harakatda cho'qim ko'rsatish kerak har fursatda. Niyetde alılık olmaganda niyetde alılık olmagan ahvalda o'xshash bir harakatni birlikte qilishning kimga ziyni? Buni tushunmak lozim. Siz burunmu degan har qanday namoyishga bizning ko'k bayrog'imizni chiqargan bo'lsa, hammalarning qatnashgan to'g'ri bo'ldi deb. Oldimizda bu fursat bor, 5-yo'l. Bu qitim bu suslayotgan namoyishni necha yildan beri ozroq suslab qoldi. Bu qitimliq hamkorlikning kuchi bilan bir o'tirib chiqsak, bu bir cho'ng bir natija bo'ladi. Shundaqmi sizning deganingiz bo'yicha? Tabii. Bu kim boshladi bu namoyishni? Bu muhim emas. Muhimi u yerda ko'tarilgani ko'k bayroq bo'lsa, tovlangan shuvar bizning shuvarimiz bo'lsa, onunla qatnaşmak, onu avat qilmak lazım. Onu yetim qaldırış, bu vicdani mas'uliyat. Yalğız tashlash. Palani manda qipti. Apokunu ya bu ko'k bayroqni ko'tarib chiqib mustaqillik shuvari tovlayotgan bir namoyish palanining pustanini olmaydi. Hammamizning bo'ladi bu. Agar tabiatimiz olsa. Azroq vicdanimiz olsa. Rahmat. Oldimizda cho'ng bir fursat bor ekan, hammamizningki o'zimizni namoyon qildigan ham tashkilotlarningki endi yana siyosat to'g'risida so'zlaydigan bo'ldik. Bizningki Haqqan Fidanninki Xitoy ziyorat to'g'riliq siz bir ozroq gapirib bergan bo'lsangiz, bu nurg'un g'ulg'ul qo'zg'adi, ba'zilar qo'lladi, ba'zilar qarshi turdi. Burunqi o'xshashlar bu qitim Haqqan Fidan yana bir qitim Xitoyga ziyorat qildi. Buningki natijalar to'g'riliq, sizning o'ylaganingiz to'g'riliq. Haqqan Fidan Xitoy ziyorat qildi. Zaten onda ziyoratni qilib kelyapti Turkiya halidan beri. Ba'zilar Sharq Turkistonga bordi. Sharq Turkistonga berishmi Turkiya yuqori tabiqisining tunji qatimi emas. Ahmet Davutoğlu bağın, Erdoğan, bu Haqqan Fidan. Ama mening ko'rganim bu to'g'rilarda o'xshamaydigan boshqa nimani ancha ko'rmadimmi, bormi, yo'qmi? Hammasi shumi bilmadim. Ama bana ko'ringani barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar bu ziyoratni xayrga alomat deb qaramayotdi. Mening qarashim boshqacha emas. Endi men Turkiyada yashaydigan qarindoshlarimiz ko'p chaqilda bu Turkiyani balalarcha aqlaydigan bir qiliqi bor, bir advokat. O to'g'riliqmi to'xtaldi, o Turkiya yashashga izin bergan bo'lsa, cho'ng bir ish emas, bir demokratik davlatning majburiyati u. Qardosh deyotgan bir ahvolda. Men qardosh emas, g'aribmi analik berayotganga selishtirmak lozim. Taxi bo'lib pul bilan analikni. O'zi oyoqda turib olgan qadar pul berib turib. Turkiyada o yo'q taxi.
O evvalda bekadan beka bu hoşamet artıkça. Endi bu temaga qaytsak, umuman Cumhuriyet Türkiyesi hiç kaçan Şarkı Türkistan davasını qo'llab bakkan emas. Hatta Şarkı Türkistan davasıla emas, umuman Türkçülük davasını qo'llab bakkan emas. Köpçülükki ma'lum, burun Sovet İttifakı davasından kaçkan Türkçüler aldı bilen Türkiye'ni pana tatip gelişti. O kardeşini biz deymiz ma döl bulmagan biçarlar deydi onu. Deydi bunu. İhtiyacı o Allah'tan deydi bunu. Ama Türkiye'ninki ağızdaki gap yalgan. Şunlaşka Orta Asya'daki Türkiye halklardan, siyasi davacılardan kaçkanlarımı 20. yıllarda kardeş degan elik tuygu bilen aldığı Türkiye'ye gelgen panatlar. Yani Orta Asya'da kurulgan müstakil Türkiye devletlerinin kurguçuları. Mesela Zeki Velidi Toğan, Osman Hoca, Mustafa Çokay katarlık devlet adamları Türkiye'ye kaçkan. Türkiye ularning Sovetlerge karşı siyasi faaliyet kılışıga yol koymaganlıktın. Ve Sovet'nin öç elişidin korkup ularni baskanlıktın. Ular faaliyet merkezini Fransiyada tesis kılıp andan Yaş Türkistan jurnalini Fransiyada neşr kıldı. İktisadi yardım Polşadan geldi. Polşa Prometey namlı bir proje üstünde Türkiye'deki kaçaklarının şu nimenin Türkiye'den üyeye kaçkan Bukhara Qo'qon Cumhuriyeti'nin beşedeki adamlar. Bularning karşılık hareketlerini, dava hareketlerini iktisadi yardım bilen qo'llagan Polşa. Prometey bilisizlar Yunan efsanelerinde insaniyetke otnek gelgen bir ilah. Yani yoruqluq ve ısıqlıqni simbol kılıdı o ot değil. Otnek gelgen dep qaradı. Şunun namı bilen atalgan bu proje. Endi Türkiye'deki kaçaklarının kançılık rahimsizlik bilen Sovetlerge ötküzüp berilgenlikini mi köpçülük koptan bildi. Keyinki çağlarda hatta bu tekrar oturup çıktı, bu şu bayan kıldı birisi bu vakalar. Yani şu Sovet tevasıdan kaçıp kardeş bizni qo'g'daydi deb kelgan Türkiye rahimsizlik bilen Sovetlerge ötküzüp berdi. Chegirdan ötmey atkan Sovetler ularni. Doğru. Hatta kuchaqdagi balllarını koyup ketish için yalvarışkan. Biz ketinemiz, ballarımızda hep qal. Ya Türk qarindoshlarimiz haqiqatan da onu beqavelishga razı olgan. Ballarını biz beqavalani dese unumagan hükümet. Doğru. Kuchaqdagi ballarını şunun ruxsat qilmagan. Poyuz qo'zg'algandan keyin ba'zilar ballarını poyuzning beri istidan sirtqa tashlagan. O'sha qadar avvallar bo'ldi. Bu voqeani bugungi kamalistlar yoki millatchilar İsmet İnönü'nün zamanida bo'lgan deb Mustafa Kemalni aqlash ko'rinadi. Lekin ta'liyning jilvisimi yoki haqning aman oshkorlanganligining belgisimi har holda keyingi chog'larda Atatürk'e qarshi tarafdagi birlari bir video e'lon qilib, atalmış Al Bayrak'tan Köp Bayrak salam hikayesinin hepsi beşiresine çıklaşıldı. Hüccetler şunu görüstüyordu değil ki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşuna Türkiye gumani közde qaradı. Angliyaning oyunu oluş ihtimalliqini ilgari sürüp bu yeni tevellüt qilgan konu devletinin mustaqillik e'loniga düşmanlik meydanı ifadalagan. Hükümet hüccetlerinde.
Yani hükümet hüccetlerini gösterdi bir şu videoda. Hali köpünlü körgen buluşun olamı. Demek Atatürk'nün mu yağlap kettiğin tayinlik ikelligi aşkarlandı. Ama o bunu işenmekti. Ne için işenmekti? Desenler ama can tükkende Batur Tuladı Dana oluğagan kitap oylap kalmakla. Bunun sebebinde Osmanlı şahzadelerden Abdülmecid herhalde ismi ve defterimde baktı ismimi. Şahzade Abdülmecid 30. yıllardaki halk kozgulanları kızıgan zamanda bu haberini anlayıp Şarkı Türkistan'a bağlan. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulganda bu şahzade Kaşgar'da. Osmanlı hanedan azalarının Türkiye'den kovlap çıkarılganlığını emmanlı bilisizler. Atatürk ulanı sürgün kıygan çektelge. Bazıları açlıktan ölgen. Şahzadeler, melikeler. Açlıktan. Bazı devletliğin maaş bağlagan. Yanala aşını padişahı olardı. Aş çetteldi mi aramıda koymay burmuncu devletinin iktisadını sarıp kılıp Atatürk uluna çetteldi mi takip kıygan burmuncu jas acırtı çetteldi mi onun hedde hareketlerini yani mağa karşı hareket uyuşturup otamdikindige endişe bilen çetteldi mi takip kıygan. Takipte çokum ki Şahzade Abdülmecid'nin Kaşgar'a ketkenligini bilmey kalmaydı. Bir Osmanlı hanedanının bir şahzadesi Kaşgar'da degenlikning özü ve akıdın köp ötmey bir İslam Cumhuriyeti'nin müstakillik cekalışı bu gumanxor adamni çokum gumanlandırdı. Bunun akısta Osmanlı vaken degan endişe çokum bolmay kalmaydı. Bu halde kanda kollaydı. Ben netçisi bilen talaşkandım ben öz vaqtida şu Türkli bilen. Bu Atatürk'ün kolluşu mümkün emas. Bu arada gumanlık ile de hayatı bir şahzade var. Bu şunun kıyga işi degen gumanlık gelsin bu işini kollamaydı o mümkün emas. Talaşkan, ula belki sert kapı ula pididğan boğaçka ilmi muamil kılmay. Bu laptisinin arasında koygan. Yakşı ki bu video oturup çıktı. Del aşında oldu. Hem de bu çağlarda Xitayla yüzü aran turvatkan çağlardı. Yapılarının tecavüzü vardı ve Xitayla özlerimi militaristlik bir bölünme haletteydi. Ülke. Birlik kilenmegen, toluk birlik kemmegen Xitayla. Her bir militaristnin yüzünün armiyası var. Her birisi yüzünün ülküsü de padişah. Bir halet, küçsüz bir halet ki Xitay geldi. Türkiye'nin korkuşağı hacet yok idi. Xitay'dan korkap kollu mu deydiğinde ihtimallık yok. Ama Türkçülük mü kollagallı dep karalsa, Soğuk İttifakı'nın ölçülüşünden korkup şunçilik ihtiyatcan bu. Türkiye'de diktatörlük ahırlaşıp tedirici demokratiyaga qarap menişinin devir bölgüç devri 50. yıllar Adnan Menderes hükümeti başlandı bu demokratiya. Bu devir bölgüç 50. yıllardan keyin mi gerçi NATO azalığı bilen bir müdafiye küllüğü asılıp kirgen buluşup qaramay yenili korkkan. Hiç kollaş meydanında bulmagan.
Türkiye'nin panalık verişleri olsa demokratik düzümlerde asas kanunda belgelengen bir prensip. Bunu perindaş olmayan garip devletlerimi kılavatkan bir iş. Şuna bununluk bilen Türkiye'nin aklaydığı kırındaşlar aldı keyini karapırak yaptıysa olur. Bugünkü gelgende Türkiye Xitaylarga mahkem bağlandı. Qarzga patdi. Xitayning qarziga petib qoldi. AK Partiya hakimiyetini yo'g'on so'zlayotgan barliq cho'ng qurilishlarning hammasida Xitoy mablag'i bilan maydonga kelgan. Binali Yıldırım'ın öz ağzı bilen so'zlagan videosi va aqldiq, ko'p qildik, Xitoyning parasi bilan deb e'tirof qildik. Cho'ng qurilishlar. Qarzdorlik Türkiye'ni Xitoyning qo'lcho'muqiga aylantirib qo'yapti. Bu hal kun sir eg'irlab bormoqda. Mushunda bir vaqtda Hakan Fidanning Xitoy ziyorati nimani ko'zildi? Sharq Turkiston ziyoratidan maqsadi deyman. Buni amaliyot ko'rsatdi. Oldimizdagi amaliyot ko'rsatdi. Xitoylar irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirib, o'zini oq ko'z tish tashviqotiga vosita qilish uchun islom davlatlaridan ziyorat yo'maklar taklif qilib tashviqot tasmayisi qilgandek Türkiye'nin og'zi bilan oqlash tashviqot qilish uchun bu ziyoratni o'rinlashtirilgan bo'lishi mumkin. Balkim texmi ig'irroq, ya'ni quruqdan quruq tashviqot emas, texmi ig'irroq chatoqlari bo'lishi mumkin. Qisqasi buningda hech qanday xayrga alomat yo'q. Doğru. Buni Salih Xudoyermi program ishlab, mushu bizning programga chiqib, nihoyat tafsiliy tanishtirgan, so'zlab tushuntirgan. U programning ko'rish nisbati nihoyat yuqori bo'ldi. Bizga kelgan inkaslarda ba'zilar buni qat'iy tushunmaydiganda, faqatla mushu bir ko'k klassik taqig'ini bilan, berib bir azroq turkcha so'zligini bilan, qardoshligini bilan qo'shilib, hayajonlanib, kam deganda mushu bir Qashqarda qari ayoldan so'zlashdi, o'smirlar bilan ko'rishdi degandek. Ammo siz dedingiz, Salih Xudoyer dedi, bu asli siyosatning tegi boshqa bo'ladi. Tarixdan o'ylab kelgandimi, bizning jumhuriyatni qo'llamagan, bizning hech qanday siyosatni bizga foydali hech qanday manfaat qo'llamagan. Shunga buni aql bilan o'ylashimiz kerak ekan. Bu qitimli Qurbon hayitda Xitoylar vatanda Qurbon hayit muborak degandek tabriklashlarga yo'l qo'ydi. Buni necha yil bir qilmayotgan. Bu Xitoy siyosatining bo'shig'ining bishoratimi? Vatanga berib kelguchilarning ko'plishi, berib kelganlarning ko'plishi bizga qanday oqibat olib keldi? Xitoylar bir siqib, bir qo'yib, bir urib, bir silab psixologiyada xato xulosiga boshlashni odat qilib kelgan. Xitoylar zulmda bir cho'qqiga chiqqan bo'lsa, keyin qaytganda boshlanish nuqtasi qaytmaydi. Bunga hech kim diqqat qilmaydi. İnsan balası ajında. İnsanlar bugünkü gününü tünügüngil seliştirdiğen boğaçka hali yenikligendek his kılıdı. Tünügüngil seliştirdiğendeki ajında oldu buna. Mana bu psikologiyalik yanlışlaştırış ilisi. Ben bu vaqtda Aynak nomli kitapta 98 yılda bir makalada Xitoylarning hukmronlik usulini sharhlab o'tgan. İnsan balası eng qattiq siqilishga duch kelgandan keyin ki bo'shashni ozodlikdek o'ylab qoladigan bo'lsa-mu, hech qachon boshlanish nuqtasidagi holatga selishtirmaydiganligiga oid psixologiya kitoblarida birmuncha qiziqarli misollar uchraydi. Ammo men maqolamda buni turmushning eng aqalli moddiy sharti bo'lgan nam bilan tushuntirishgandim. Yani sizning har kuni yeydiganga 10 nanınız var. Dijeniniz var. 10 nan to'g'ri keldi sizga. Bir kunlarda Xitoylar bulardan 3ni tatib olib, 7ni qoldirdi. Siz qaqshab yurgan kunlarda dabdabalik tashviqotlar bilan naningizdan birini qaytarib berdi. Nan 8 bo'ladi. Siz buni 7 ga selishtirib shukr qilasiz.
Herkesmi başlanıştaki olgu seliştiriş aklınızda gelmeydi. Bu şu yosun davamlaşırdı. Yani böyle dolkunda neniniz 5 küçüşüdü. Bunun dertlinisiz, kendi sizge gamxorluk kılındı da nan sani 7 köpeytildi. Siz derhal partiyanın şapkıtıga heşkalla yetişke başlaysınız. Ama köp ötmeyin, başlandıgan yeni bir siyasi harekette nenimiz işke geçişir oldu. Arkasından keldiğin gamxorlukta nan 3 kıp verildi. Ve 3 vaqt tamakka 3'dan en mantiqilik emasmi degenge işendirilisiz. Partiyanın danalıqıdan ta'sirlanasiz. Pah deysiz, partiyanın danalıqı adamdiga 3 vaqt iş gerek. 3 vaqt üçün 3'dan top doğru emasmi? Lekin bu doğru norma ölçümü şu yerde tutulmaydı. Bir gün sonra tamamen elip sizni ölüm bilen yüz taşlaydı. Arkadan yana bir gamxorluk siyaseti keldi, bir nan iltifat kılındı. Ölüp kalmaslıkımız için bunu buludu deysiz, kabul kılısız. Bularni hiç kaçan başlanışta Xitayla gamxorluk kılışını başlamagan çağda onlarımız abat emasmi degan yerga selishtiray demaysiz. Bu qatımkı yumshash yoki bo'shash atalmış chet eldagi muhacir Uyg'urlar için yolun açılganlığı ameliyatda başka qaytish olmasdan tünügünkü zulümün birer türü to'xtaganligidir. Teşvikatlarını rast qilish ihtiyacı chet eldagi munofiqlikqa tabiati yaqin insonlarni jalb qilib olib kirib yeni quloqlarni ko'paytirish ehtiyojidan maydonga kelgan yeni qopqondan boshqa narsa emas. Asli tabiatidan aytganda Uyg'urlar uchun hech narsa o'zgarmaydigan bo'lsa-mu, oxirgi ikki Uyg'ur qog'ichimi Millatlar Ittifoqi chang ta'birlari chelishni davom qiladi Xitoy. Ve oxirgi ikki Uyg'urning birisiga yana birisini o'ltirgizayotgandan keyin andın en oxirgi biriga rastini deb qo'yib o'ltirishi mumkin. Yoki shu chaqda yana shirin gaplar bilan uni go'llab, qabrisini o'ziga ko'litib, andın o'z puti bilan qabriga mang'izib olib borishi mumkin. Mana bu Xitoydir. Xitoy mana buni mushunda bir millat. Bu ishonadigan turdagi emas, mana mushunda millat Xitoylik. Vatanga berib kelguvchilarning ko'p bo'lishi, qaytib chiqqandan keyin quloqlarning ko'p bo'lishi vaziyatini yapti. Shundaqla Sharq Turkistonning siyosiy da'vosidagi nurg'un iddaolarni yolg'onga chiqardi. Biz bu davomizda zulmning turlari deb anglatilayotgan bir munch turlarni mana bular yolg'onga chiqardi baş chet elliklarning ko'zida. Mana shunda foydalari bor. To'g'ri, buni siz burunmi bir qatim degandingiz. Berib kelsa, buningki faqat yaxshi bo'lmaydi, bizning da'voga nurg'un ziyon keldi deb. Hozir bular berib kelayotganlar chiqlatdi. Men bir fursat chiqqan keyin berib keldi deb tushundiganlarmi chiqlatdi. Amaliyotda bu cho'ng bir to'zoq. Uyg'urlarga, Sharq Turkiston xalqiga hech bir foydasi yo'q. Endi hozirgidek vatan ichida Xitoylar yolg'on tashviqot bilan yasalgan yashatlikni bozorga silayotgan, vatan sirtida kishilik huquq huzuri bilan mustaqillik davosini oqsitayotgan hamda qurultayning jinsiy parogandachilik voqeasidagi sharmandachiliklar o'ttirga tashlanayotgan vaziyat mustaqillik ko'rishimizga bir fursatmi yoki xirsmi? Ben haliqi atalmış ulab ketgan bu 40 kunlik vaqtda bo'lgan ishlaykan bu ba'zilar men uni ujurdan alat xabarsiz aytavr u gaplarni qo'yib turgan taqdirdami siyosiy deganda xirs ve fursat bir tuqqan bo'ladi.
xuddi tijoratda foyda bilan ziyon bir tuqqan deymiz-ku. Siyosiyda fursat bilan xirislar bir tuqqan. Yoki xiris yoki krizis bir tuqqan. Mesela siyosiy yo'llarimizning krizislarni, xirislarni qanday qilib fursatga aylantirishni bilishiga bog'liq. Ziyonliq bo'lgan bir natijani foydali tashviqotga dasmoya qilib ishlatgan bo'ladi. Tashviqot yana bir yaqadan burmulash san'ati deyishga bo'ladigan bir faoliyat. 10 adımınızın ölgenlikidek bir natija aslında siz uchun mislsiz yo'qotish. Tugaşganligingizning amaliy sahnasi bo'lishib qaramay, uni dushmanning zolimligining dalili qilib ko'rsatib, pakitlik bir tashviqot to'lqini ko'tarishga yaraydi. Deylik-ki, Daeshlar bir necha chattal muxbirini tutib olib, kallasini kesib, ko'rinishlarni video orqali tarqatdi. Bu başkalarga qo'rqinish selish tashviqoti bo'laligandek, Daeshlarning vahshiyligiga dalil bo'lalaydi. Meydonga kelgan voqea har qancha foydasiz bo'lgan chog'lardimi, siyosiylarning mahorati bunday foydasiz amaliyotni qanday qilib foydali kayfiyat yaratishga ishlatgani bo'ladi deganni darhol idrok qila oladigan bo'ldi. Siyosiy yo'lliq bir xil tug'ma xususiyat bo'lib, biror tashkilotga, partiyaga saylanib bilan bo'lib qoladigan narsa emas. Saylanıyorsunuz, bir reis olursunuz, başka olursunuz, müdür olursunuz yoki direktör olursunuz. İsminiz olurdu fakat. Ama siyasi bo'g'inimiz emas. Bu tug'ma o. Siyasi yo'lliq. Bir xil xarakter o. Tarixda bunun bir muncha misollar mavjud. Bu xirislarni, krizislarni yoki xafalikni umuman fursatga aylantirish, o'ziga foydali qilib qo'llash. Masalan, Gitlerning Myunxen pivoxona o'zgarishi mag'lub bo'lgan, qo'lga olingandan keyingi sotni o'zining g'oyasi, karizmasi, ta'siri va talantini bozorga solishning yaxshi fursatiga aylantirgan. Gitlerning sot so'zlagan nutqi bor. Dehşet. Sot uni jinoyat sifatida ayiblash uchun qurilgan maydon bo'lsa-mu, Gitlerning o'zini isbot qilishi uchun fursat ta'min etgan. Sotni ko'rayotgan xalq Gitler uchun cho'qon ko'tarishgan. Sot uchun emas. Sotni uyushtiruvchilar pasportga chiqqan. Nayt epski Uyg'urlar ichida o'zini xeyli siyosiy yo'lda xiyol qiladiganlar oz bo'lmasinmi? Tug'ma xarakterida siyosiy yo'llik xususiyatlari bo'lgan kishilar ya yo'q. Yoki ularning o'rni rol elishga uyg'un emasligidan ko'milib qolgan vaziyatda. Undan keyin xirislar, krizislar bizga faqat ofat deb keladi. Biz onu fursatga aylantira olmaymiz. Yoki uni fursatga aylantirishni biladigan mahoratli liderlar yo'q. Rahmat, siz bir siyosiy aqlni o'rgatdingiz. Bizning shunday liderlarimiz chiqsa, bizni boshlab maqsa degan umiddamiz. Sizmi bu munbardan ayrilmay davomli bizga so'zlab bersangiz texmi yaxshi bo'ladi. Biz oxirgi sanamiz xo'shlashamiz inshaalloh shu bugun xo'shlashganimiz yani. Biz yana tirishimiz, balkim sizning ideyangiz o'zgarib qolar. Bunda xo'shlashsak pek burun ketadi. Sizningki necha yildan siz dediniz, yerim asrga yaqin men tirishib aqidam uchun kurash qildim deb, bu arnamus masalasi bu yanadigan har qancha mag'lubiyat bo'lsa-mu yanadigan masala emas deb, meningki bir tashabbusim bor. Agar shu siyosatni o'rganadigan
öğrenmekçi bolgan, Xitayni bilmekçi bolgan bolsa, sizningki hazırgacha yazgan kitaplarınız, maqalalarınız, onundan keyin sözlegen videolaryňyzy anglasa, buningdan bir sistemlik bir bilim çıkıdı. Hatta sizningki yazgan romanlaryňyzda, mesela şu nurgun roman yazdınız, nurgun edebi eserler oturup çıkardınız. Şunu okusam, aşının içinde bir xil vatanperverlik, bir insanperverlik, insanın haqiqiy maýysyny içip bergen bir näsler var da. Bu bizge näýet çoň bir bilimning bulugy bu, aqlning bulugy. Endi siz davamlyk muşundaq bir sorunlarda, muşundaq bir meýdanlarda özüňizningki ideýasyny bizge teşvik qılıp kelyapsyz, bizge terbiýelep kelyapsyz, amma bugünkidek sorunda bu ahirkisi deseniz, bu biz kabul kılamayız. Şunu yana oylaşımız bu tarafına. Yana bir fırsat okula dep oylaymiz. Biz bu oturup çıkıp görünmegen gilla elbette işim olmaganlyk olmaydı. Bir taga işim var. Bir soru kitap var tayarlaydygan taşy. Men ilep ketkiçe kalladan ayrılgyça oluny taýýarlap neşerge hazırlap koymuşsam o çalıp etqası başka bir kılmaydı onu. Kılınğan işi yeterlik. Bu cemaat görünüş şart emas. Bolada bizning adatda bizmiz programmani 45 minut ichida kontrol qilib kelayotgan bugun näýet ýaxşy boldy. Siz nurgun näsleri bizge bilim berdiňiz. Sizge köpden-köp rahmet. Bizni yana muşu ortak aqidimiz için rahmet. Xudo buyursa yana görüşemiz. Bugünkü programmaga wagt ajratgan barlyk görürmenlerge köpden-köp rahmet. Muş wagtyňyz haýyrly bolsun. Kiler qatamlyk programmamız ilanda bolady. Haýır hoş. Allah emanet. Allah. Haýır hoş.